challenge biza. Kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi. Challenge olamiz. Bu bizda 3 ta qabr bor va har bir qabrga bittadan ishtirokchi kiradi. Maqsad esa qabrdan oxirgi bo'lib chiqish. Bunaqa qabrni yoptirishni oson. Kerak bo'lsa men bir hafta otaman deyishim mumkin. Lekin biz bunga qarshi narsa olib qo'yganmiz. Ya'ni bizda 24 xil sirli narsalar bor. Biz har bir raundda xohlagan sonimizni tanlaymiz. Masalan, men 10 son tanladim. Va menga ilon tushishi mumkin. Va biz shunaqa noodatiy narsalarga chidab qabrni ichida yotishimiz kerak bo'ladi. Va kim oxirgi bo'lib mana shu qabrdan chiqsa, o'sha 10 million so'm qo'lga kiritadi. Va birinchi bo'lib mana shu qabrdan qochib chiqqan qo'rqoqni esa biz mana shu o'rmonga tashlab ketamiz. O'ylashim bo'yicha qoidalarni to'liq tushundinglar. Ana endi bu videoni ham boshlasak bo'ladi. Do'stlar, hozir biz 1 million 900 ming obunachiga erishamiz. Ekranni ol. Va bani qo'ydi o'rtalar. Ammo YouTube kanalida 1 million 900 ming obunachi bor. Va endi navbat 2 million obunachiga erishgan. Va 3 ta qoldi. Bittagina qoldi va do'stlar, men 2 million obunachiga erishim uchun aynan sizni obunangiz yetishmayapti. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lish bilan mendan mana shu 6 ta sovg'a yutasizlar. Bularning 2 ta yepingi sumka, 2 ta Honor'dan naushniklar va 2 ta yepingi telefon. Lekin bularni yutib olishning atigi 3 ta sharti bor, tez tushuntirib o'taman. Birinchi sharti Omonxon YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti kommentariyaga telefon Honor bo'lgani uchun albatta Honor deb yozib qo'ying. Va uchinchi shartimiz Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki konkurs o'zi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalida esa men kommentariyada qoldirgan bo'laman. Yakshanba kundan boshlab Telegram kanalimda konkurs boshlanadi va bu sovg'alar birin-ketin sizlarga topshiriladi. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan so'ragan yana bir ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Va endi bo'lmasam, navbat mana shu energiyaga boy videoni boshlashga. Va bu videoda Bobrillo, Maqsudjon va Umid Sariq qatnashadi. Va tabiiyki men ham. Va hamma bo'lmasa o'rtoqlar videoni cho'zmaymiz. Bu videoda kim boshlovchiligini aniqlab olamiz. Ya'ni biz hozir birin-ketin mana shu challengedan qog'ozlarni olamiz. Agarda kimga hakam degan yozuq tushsa, o'sha mana shu videoning hakami bo'ladi. Va qolganlar esa mana shu qabrlarga tushib qiynaladi o'rtoqlar. Va hamma bo'lmasa birin-ketin tanlaymiz. Va birinchi bo'lib Bobrillo tanlaydi. Hakam bo'lishni real xohlamayman, chunki qabrga yotib, qo'rqib, qiynaldim kelmayapti. Hamma shunaqa bo'lgisi kelyapti hozir. Qog'ozni oxirida hammamiz birga ochamiz. Va men ham mana shu qog'ozni tanladim. Va ana endi Maqsud va men hakam tushishni xohlayapman, chunki o'tgan safar meni Omoniki juda ham qattiq qiynagan edi. Oldim mana. Umid oxirgi qolgan. Menga esa prosta qolgani va bu hakam. Xo'p, qani ochchi bo'lsa Umid? Va Umidga tushgan. Bu qabr. Demak, Umid hozir qabrga kiradi va ana endi bo'lmasam men ochaman. Iltimos, o'tgan safar hakam cho'tmasa qildim. Bu safar hakam tutsa, prosta bazasini qo'shaman hammasini. Va menga hakam. Menga ham qabr tushdi va ana endi men qabrga kirganman. 1 million beraman. Kimda hakam qog'oz bo'lsa, almashtiramizmi? Menda bo'lsa o'ynab ko'raman. Va hamma Bobrillo iltimos hakam tutsin, chunki hakamni sota olaman. Va Bobrilloga qabr. Demak, bu Hakam tushdi, hakam. O'rtoqlar, menga hakam tushdi. O'tgan safargi qiynalganlarim haligacha esimda shunaqa achchiq ketchuplar to'kilgani. Shuning uchun men endi o'zim hammasidan alamimni olaman. Qani, davay. Qabrga. Yo'q, 1 million bersam yo'qmi? Yo'q, men baribir sizni qiynashim kerak. Men sizdan qasdim bor. Va hamma o'rtoqlar albatta like bosinglar, chunki bu videoning 3-chi qismi ham bo'lish kerak deb o'ylayman. Va agar sizlar bu videoning 3-chi qismi chiqishini xohlasanglar, hozirroq 88 ming like yig'ib beringlar mana shu videoga. Va nafaqat like, chunki sizlar like juda tez urib qo'yasizlar. Davayta yana bitta sizlarga vizif mana shu videodan rovna 20 mingta yangi obunachi ham kelish kerak. Chunki men obuna bo'lmasam, o'tman mana shuncha odam ko'ryapti va bulardan atigi 20 mingta obuna bo'lib qo'ysa, demak bu videoni davomini sizlar shunaqa qattiq kutayotgan bo'lasizlar. Va aynan sizlar mana shu videodan qancha odam obuna bo'lganini ko'rishingiz uchun esa men kommentariyada har safar shu qancha odam obuna bo'lgan bo'lsa, o'shani sonni yozib boraman va qachonki 20 mingdan oshgandan keyin esa men bu videoning yana bir yangi qismini chiqaraman. Va o'shandaman mana shuni qiynayman o'rtoqlar. Va hozir esa men qiynalaman. Hamma bir qizil kiyim menga. Va aning bo'lsa navbat ko'mishga va birinchi bo'lib Umid ko'miladi. Davay jigarim. To'xtanglar, hamma so'rayotgandir, nega bu yana qatnashyapti deb. Bu safar yutaman. Yutishga keldim to'g'ri. Hech kim so'ragani yo'q, hamma o'z-o'zidan xursand qoldi. Короче, men yana shu la'nat qabrdaman, lekin bu safar yutaman. Go. Oy. Ro'zonda hayajon katta, chunki umrimda birinchi marta bunaqa vobshe videoda ishtirok qilaman va qabrning ichida yotaman. Yo'q bilan bo'ldimi? Ayting, davay sizdan kiyman. Davay tushavering bemalol. Brat, umuman qiynalmaysiz. Yaxshi yotasiz. Menga yordam beringlar. Ana endi meni navbatim. Va endi bo'lsa navbat o'rtoqlar. Men o'zim ham tushishimga. Davay, qani. Lekin ichi o'ylagandan tor ekan. Yo, shoshilib yotib ko'ring, yopma, iltimos yopma. Voy, bular, vobshe qo'rqinchlik-ku bu. Hamma bo'lsa o'rtoqlar, ana endi bu challenge-ni haqiqiy g'olibini ko'rasizlar. Ketdi! Ya. Va keyin Maqsud bitta-bittalar bizani ko'mishni boshlaydi. O'rtoqlar, o'sha meni ko'mishyapti. Va sekinroq ko'minglar. Hamma o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham hoziroq like bosib qo'yinglar. Xuddi boya aytayotgandek, agarda mana shu videoda menga 20 mingtadan ko'p yangi obunachi kelsa, men bu videoning keyingi qismini chiqaraman va bu qismda men 100% Maqsudni qiynayman. Yordam!
yerda brat baqirib yotibdilar. Biz endi opitnimiz shunga birinchi marta emas, bu safar sizlarga va'da beraman, yutaman, oxirigacha vasha chiqmayman. Shuning uchun oldindan kommentariyaga tushib, Umid omadli yutadi deb qo'yinglar. Ikmayman. O'zi ustimdan qo'yaptilar, eshityapsizmi? Bu yerda ovozda prям maksimal darajada qattim eshitiladi ekan va real qo'rqinchli. Eng qizig'i bu ham to'g'ri ekan o'ylaganimdan. O'zlaringiz ko'rasiz, shuncha mehnat qilib, qo'rqib kontent olamiz, paytma hozirgina like bosib qo'yinglar. Va endi o'rtoqlar hamma o'zlarini qabriga kirib olishdi. Mana buni qaranglar. Omon akani qabri mana mana shu yerda turibdi. Tegma qo'rqinchli ovoz chiqyapti. Va endi hozir ketma-ketlikda bular menga bittadan son aytishadi. Men o'sha songa tushadigan narsalarni bularga tashlayman. Va birinchi bo'lib biz Umiddan boshlaymiz. Umidjon, Assalomu alaykum. Qabristonskiy bir. Voy. qani o'zingizga endi bitta son ayting. Keng shu birdan boshlay qolaylik. 1 bir. Umid. Oo, qani hozir ko'ramiz. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da, birini tanlaganim ataylab birga ko'p qo'rqinchli narsa qo'yishgan bo'lsa ham. Ish qilib umidga jirkan narsa tushsin. Chunki qancha ko'p umidga jirkan narsa tushsa, menga shuncha oddiy narsa tushadi. Davayt. Va Umid birinchi son aytgandi. Birinchi sonda rolli suv. Oo, qani ketdik. To'qli suv deyishdimi? Oy. Umidjon, tayyormisiz? Tayyorman. Oy, qanaqadir aynib yotgandek. Muncha muzdek. Umid bechara. Umidga roldan tushdi. Men uni to'g'risi aytsam yevorardim даже. Mana oling sizga. Oy, juda ham mazza qilib ketyapman bor o'rtoqlar. Qattan ham birini tanladim, endi sovuq qotib o'tiraman. Sochimdan lapsha suvlar oqib yotibdi. Belyaq. Va endi navbat Omon akaga. Ay, maqsudda menda alimi bor. Ataylab shunaqa qotdi, ishoninglar. Omon aka, Ha! qani bitta son ayting endi. Xo'sh, qo'rqmayman va yaxshi ko'rgan sonimdan boshlayman. Men yaxshi ko'rgan sonim bu 5. Shuning uchun ham men 5-sonli sirli narsani tanlayman. Qani hozir 5-sonni ko'ramiz. Va 5-sonda oy. Nima u? 5-da mayonez ekan. Maqsud, jigarim, nima u? Ay, iltimos qo'rqaman. O'rtoqlar pursish uchun bu qanaqa tor joy. Va dim bo'lib sas ketishi mumkin bu narsa. Oy, mayonez. Yo'q! Bilsangiz o'tgan safar menda ketchup tushgandi. Bu safar sizga mayonez tushibdi. Mayonez. Ko'rdingizmi? Baribir alamimni olar ekanman sizdan. Hop, chiqqa unaqa qilma, iltimos. Qani, 1 2 3. Yo'q, Voy, sas o'tdi. Ay, yuzimga tegmaydi. Qani. O'g'limni yomon qiynashyaptilar birinchi. Bilmayman, qulog'im meni ham jalim keladi hozir, meni ham jalim keladi-yu. Bu videoni 3-qismi bo'lishi kerak. Va 3-qismda kerak biz g'urrom qilib bo'lsam, o'zim hakam bo'laman-da. Maqsudni qiynayman. Umrini qaranglar, o'rtoqlar. Mayonez shunaqa sasotdi va men burnimni qichitadi sasig'i. Chunki yutalyapman. Ana endi Babrelloga navbat. Babrello. Yo, 1dan 24 gacha bo'lgan son tanlang. 17. 17 Va do'stlar, hozir ko'ramiz Bobrelloga nima tushganini. va Babrello 17-raqam tanlagandi. 17-raqamda oy, baliqlar ekan o'rtoqlar. Baliqlar ham endi shunaqangi sassiq surog o'tib ketgan baliqlar. Qani hozir endi Babrelloga o'sha narsalarni tashlaymiz. Va o'rtoqlar, mana buni qaranglar. Aynib qolgan, sasib qolgan baliq. Bechora Bobrello! Sizga kechki ovqat olib keldim. Real baliqmi? Ana, Do'stlar, nimagadir birinchi raundda hamma qiynalyapti. Lekin o'ylashim uchun qolgan raundlar ham bundan oson bo'lmaydi. Va eng qizig'i o'rtoqlar, biz bu safar bu videoni quyosh botayotgan davomimiz. Ya'ni tushunishlik uchun bu video oxirigacha hammamiz tunda qabrda qolib ketgan bo'lamiz. Chunki buni men bu videoni birinchi qilishligiga va'da bergandim. Va shu uchun qo'rqaman, chunki kechqurun qabr ichida mana qo'rqinchli narsalar yotish har doim qo'rqinchli bo'ladi. qani Babrello, zo'rmisiz? Meni bunchalik katta sasotgan baliq olib keldinglar. Chiqib ketish niyatingiz bormi, yo'qmi? Hozir Bu muzdek lapshani ustimdan Mana endi Omon akadan so'raymiz. Omon aka. Nimaga meni qornim och, nimagadir bugun Sudni qiynamoqchiman. qani endi Umiddan so'raymiz. Bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videoda qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Maqsudni qiynamoqchiman. Qani endi